Assalomu alaykum, hurmatli kanalim muxlislari. Bugun yana sizlar bilan jonli lavhalardan ulashda davom etaman. Anchadan beri tanaffus qilib qoldim, chunki bemorlar birin-ketin kirib, bugun oxirgi bemorim edi. Soat 2 da sizlar bilan ozgina, demak, jonli bemor bilan muloqot qilmoqchiman. Opajon, xush kelibsiz. Nima shikoyatlar bilan keluvdingiz? Va alaykum assalom. Mamma, sahrim baland edi, Necha edi? Motordan sal oshiq edi, keyin davleniyam oshib ketyotgandi, 140-150 bo'lib, yuragim artmiga bor edi, tez urib 120 ga chiqib ketuvdi pulslarim. Shuning uchun shu yoqqa keluvdim. Sahringiz qachondan beri shunaqa? Mencha o'zim mana shu mazam bo'lmaganda chiqqanimda sahr aniqlashdi-da. Undan oldin sahrim bo'lmagan edi. Vesingiz necha edi? Vesim 81 edi, hozir 10 kilo tashladim. Mashallah. Yaxshi, o'zim yaxshi his qilyapman. Davleniyalarim ham joyiga tushib qoldi. Yurak o'ynashim yo'q. Вообще 3 qadam yursam ham harsillayotgandim, ularım umuman yo'q. O'zim yengil, yaxshi his qilyapman. Mashallah. Birinchi nima qildik? Birinchi ochlik qildik. Qalay bo'ldi ochlik? Ochlik yaxshi, chidadik. Bularkan ves tashladim o'shanda ham 3 kilo. O'shani o'zida men ancha o'zim yengil his qilishni boshladim-da. Davleniyam ham oshmay normaga tushib qoldi. O'z-o'zidan tushib, yaxshi yuraman. Mana 2 oy ana qilgan bo'lsam, hali oshgani yo'q davleniyam. Sahri necha chiqdi? Sahrim ham mana 5.4, 5.5, 5.6, eng uzog'i 6 ga mana oxirgi oy anaqasida chiqdi. Atak normada yurdim lekin. Mashallah, juda yaxshi. Yengil yurdim. O'sha 10 ming qadam dedingiz, yurdim, harakat qildim. Endi 10 mingga yetdimi yo'qmi bilmayman. Sizni sahr tushiradigan dori berdimi? Birorta kimyoviy? Yo'q, Xo'p, nimalarga e'tibor berdingiz mana shu mana yurak o'ynashingiz qoldi, to'g'rimi? Davleningiz tushdi, sahringiz 14 dan 6 ga qarab ketdi. Xo'p, nima sog'lom turmush tarziga e'tibor berdingiz? Berdim, to'g'ri ovqatlanishga. Nima ekan to'g'ri ovqatlanishda nima qildingiz? To'g'ri ovqatlanishimda nonlarni unaqa chiqarib tashladim. Ja yesam ham mana 10 kilo qanchada tashladingiz? Mana 2 oyda. 2 oyda 10 kilo yosharib. Nima deb o'ylaysiz? 10 kilo vesdan keyin qanaqa o'zgardingiz? Yo'q, yaxshi, yengil вообще. Kasallik yo'q, davleniya yo'q. Xarakterim ham anaqa qilib qoldi. Jizzak edim, o'shalarim ancha yo'qolib, ochilib qolganman. Ay, mashallah. Savalga jahlim chiqib, tez anaqa qilib ketardim. Ularni yo'q, xudoga shukr. Lekin o'sha to'g'ri ovqatlandik. Salatlarni yo'lga qo'ydik, salatlarni yedik. Sabzavotlarni o'sha bilan anaqa qildik. Bitta obedda ovqatlarni buni ham ozgina. Atak o'sha salat, ertalabki o'sha tuxumni qaynatib yedim. Yoki o'sha tuya sutini ichdim, mana shunaqa qilib, yaxshi yurdim lekin ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Bemorimizni mana lecheniyadan keyin topshirtirganman. Ba'zi bir joylarni mana AST hammasi joyida. Magniy juda ham yaxshi, belok yaxshi, gamma-sistem balandroq. Avval gamma-sistem necha chiqqan? Hali gamma-sistemga lecheniya qilmaganmiz. Mana hozir mana glikerlangan gemoglobin 623 bo'lgan. Birinchi 14 chiqqan shu narsa. Insulin ham ancha yaxshi, juda baland edi. 12-6 insulinlari. Kaliy, natriy, xlor va kalsiy hammasi idealda, juda ham yaxshi. Mashalloh, demak, yana davom etamiz. Bu birinchi etapdagi lecheniyamiz edi, to'g'rimi? Endi sekin yana davom etamiz. Bundan ham 5.5 ga qarab harakat qilamiz. Inshaalloh. Nasib qilsin shifolarimizni ham, lekin mana shu muxlislarimga nima tavsiya berasiz siz? Voy, mana to'g'ri ovqatlanishsin deyman. Shu 10 ming qadam yurish kerak ekan, ba'zi odam sog'lig'i uchun kerak ekan o'sha ham. Ham tabiiy narsa ba'zi boshqa ekan ximikatdan ko'ra. Ximikat ba'zi et-betizga zarar qiladi. Bitta joyingizga foyda bo'lsa, bitta joyingizga zarar. Lekin masalan hammasi tabiiy-da mana. Tabiiy yo'l bilan bo'ldi, yoqdi lekin juda yoqdi. Mashalloh. Azizlar, sizlarda ham shunga o'xshash muammolar bo'lsa, bemalol tashrif buyurishinglar mumkin.